tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashib, ularni muammolarini yechib, ularga yangi ish o'rinlari yaratilishi bo'yicha imkoniyatlar yaratib berish. Endi hozir biz sizlar bunaqa kontingent bilan birinchi marta ko'rishib turganimiz uchun umumiy tartib-qoidalarni sizlarga yetkazib o'taman va keyingi uchrashuvlarimizda har bittalaring o'zlaringiz mahallalaringdagi tadbirkorlik subyekti ochaman degan va kengaytiraman degan tadbirkorlarni olib kelasizlar. Olib kelasizlarda keyin haqiqatdan real, manga ishim bitayotgan shundaman va bo'lsam hali ro'yxatga tushirib qo'yib turib, keyin olmay qo'yaman degan emas. Haqiqatdan ichida menga bir kredit bo'lsa-yu, manimcha millionlik men anaqa ish qilaman, do'kon ochaman, apteka ochaman, yo anaqa teplitsa quraman, yo anaqa ish qilaman deganni olib kelasizlar bitta-bittadan. Ham o'zimizni rejamiz uchun plyus bo'ladi, ham sizlar ham mahalla bankiri, mahalla agenti bo'lib bir foydalanib tegish kerak. Real foyda ko'rsatib berishimiz kerak-da. Endi mana prezidentimizning tashabbuslari va topshiriqlari bilan o'tgan oyda savdo-sanoat zonalarida uchrashuv o'tkazish belgilangan edi. Bu oyda 3 ta uchrashuv o'tkazishimiz kerak. Bittasi Yangiyo'lda, bittasi Qanjiroq mahalla komitetida va uchinchisi Qipchaq mahalla komitetida 3 ta uchrashuv o'tkazishimiz kerak. Bugun birinchisi Yangiyo'l mahalla komitetida o'tkazyapmiz ekan. Bir o'zlaringizda ham qanaqa bir savol bo'lishi mumkin. Sizlardan so'ragan paytda javob berolmay qolgan holatlaring yoki o'zlaringizni qiziqtirgan qandaydir savollaring bo'lsa berishim mumkin. Chunki sizlar ham mahalla agenti bo'lib ishlayotgan bo'lganlaring uchun sizlarga ham ko'p savollar bo'layotgan bo'lishi kerak. Qani bankdan xodim bor ekan, ma'lum savolni